Assalomu alaykum va rahmatulloh qadrdonlarim. Agar vaqtingizni ajratib mana shu videoni oxiriga qadar tomosha qilsangiz, sizdan juda ham minnatdor bo'lgan bo'lardim. Va hozir sizni e'tiboringizni mana shu quyidagi yasama videoga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Oxirgi bir yil daromadim 700 milliondan oshgan. Onlayn pul ishlayman deb ko'p marta yiqilganman. Endi xudoga shukr bir oylik onlayn daromadim 100 million so'mdan oshadi. Faqat o'zim kanalimda obunachilarni o'rgataman. Ular nafaqat meni, balkim boshqa insonlarni ham yuzini qo'yib, mana shunaqa firibgarlik bilan daromad qilishyapti. Azizlarim, iltimos qilardim sizlardan, aldanib qolmanglar. Kuni kecha mana shu kommentariyga izohga ko'zim tushib qoldi. Bu yerda aytilyaptiki, bu ayolni men hurmat qilib kuzatar edim, lekin meni pullarimni olib, menga yengil oson daromad, tez daromadga chiqish yo'llarini o'rgataman deb, xullas o'qib vasila bo'ladi. Bir narsani aytmoqchimanda, meni agar hurmat qilib kuzatgan bo'lsangiz, meni ovozimni tanishingiz kerak. Nahotki shu darajada pulga bo'lgan mehr ustun keldiki, nahot sezmasangiz, nahot bilmasangiz, aytmoqchimanki, bizni hamma ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram, YouTube, Telegram, Facebook, TikTok, hamma joyda adminlarimizni telefon raqamlari qoldirilgan. Yordamchilarimizga aloqaga chiqib, aniqlashtirib, halol topgan pulingiz-ku, halol topgan daromadingizni kimga beryapsiz? Tekshirib oling. 10 martadan, 100 martadan, nahotki ovozni tanimasangiz, hech yo'g'i bir og'iz telefon qilib so'rash qiyin emas-ku. Shuning uchun qadrdonlarim, bir-birimizni to'g'ri tushundik degan umiddaman va imkon qadar ko'pchilikka yuborib qo'ysangiz ham mayli bu videoni, aldanib qolishmasin. Omon bo'linglar.